İnsaniyat tarixidagi insonlar bilan orangutanni shalg'utlashtirish tajribasi. Jamiyatning taraqqiyotini ilgari surish, insonlarga baxt yaratish uchun olimlar hamisha bir qator tajribalar orqali nurg'un natijalarga erishadi. Lekin tajriba yana tajriba. Ba'zi chekdan oshirib o'tilgan ilmiy tajribalar yoki mag'lub bo'lgan ilmiy tajribalar aksicha unum berib, insonlar va boshqa hayvonlarga g'oyat zo'r ziyon yetkazadi. Masalan, buning ichidagi bir turlik tajriba, ya'ni insonlar bilan orangutanni shalg'utlashtirish tajribasi. Sinchaq salonning ko'rmanlari yaxshimisizlar? Hammaga ma'lumki, Darwin turlarining kelib chiqishi degan asrida jonliqlarning tadrijiy taraqqiyot jarayonini tafsiliy tasvirlagan. Hamda insonlarning kelib chiqishini dodillik bilan qiyos qilib, insonlar primatlar turidagi hayvonlardan tadrijiy taraqqiy qilib kelgan. Shimpanze bilan insonlar yaqin tuqqanchilik munosabatida bo'lib, ikkisining o'xshashlik darajasi intayin yuqori ekan mavjud degan. Ba'zi olimlar turlarning kelib chiqishi degan kitobni o'qib bo'lgandan keyin insonlar primatlar turidagi hayvonlardan tadrijiy taraqqiy qilib kelgan bo'lishi notayin. Boshqa hayvonlardan tadrijiy taraqqiy qilib kelgan bo'lishi mumkin deb qaragan. Bu qarashning mavjudligini isbotlash uchun olimlar yana ikki jihatdagi tadqiqot yo'lini bekitgan. Biri insonlarning o'zgarish jarayonidagi tashqotmalarni cho'nqur qazib, bu ipuch orqali insonlarning tadrijiy taraqqiyot jarayonini namoyon qilishni orzu qilgan. Yana bir xil tadqiqot ipuchi bo'lsa, odam va hayvonlarni shalg'utlashtirish tajribasini yo'l qo'yishdan iborat. Hammamizga ma'lum, fan texnikaning taraqqiy qilishiga ergishib, olimlar shalg'utlashtirish texnikasini tadqiq qildi. Masalan, ot bilan eshakni shalg'utlashtirish orqali avlodiy qechirni, ibtidoiy tugi bilan paqlon tugini shalg'utlashtirish orqali qo'y tugisiga erishgan. Bu tajriba sonliq ma'lumotlari olimlarning dodil tasavvurini qo'zg'agan. Undaqda shimpanze bilan insonlarni shalg'utlashtirib tajriba qilganda muvaffaqiyat qozon qilib bo'lamdi yo'q? Sovet ittifoqi biologi Ilya Ivanovich Sovet ittifoqi hukumatining qo'llashi bilan Afrikada inson qalbidan chiqqan bir tajriba ishlagan. Bu bo'lsa shimpanze bilan insonlarni shalg'utlashtirish tajribasi. Uning bu xil usuli xalqarodagi boshqa olimlarning e'tirof qilishiga erisholmadi. Nurg'un kishilar buni axloq etikasiga xilof ilmiy tajriba deb qaradi. Afsuski, federatsiya hukumatining qo'llashi ostida Ilya Ivanovich yana avomning qarshiligiga pisand qilmay o'z tajribasini davomlashtirdi. Nurg'un to'rdoshlar ixtiyorsiz holda nima uchun shimpanze bilan insonlarni shalg'utlashtirish tajribasi Sovet ittifoqida emas, balki Afrikada ishlanadi deb so'rashi mumkin. Buning sababi nihoyat oddiy. Birinchidan, Afrika bir qadar bekinma bo'lib, ayni chog'da qatnash taraqqiy qilmagan. Osonlikcha boshqalarning diqqatini qo'zg'almaydi. Ikkinchidan, Afrika insonlarning kelib chiqish makoni. Bu yerda yashaydigan insonlarning geni shimpanzega taxim yaqin. Uning ustiga tajriba o'ybikdan tepish nihoyat oson. Ilya Ivanovich erlarning spermasini tanlab sun'iy urug'lantirish usuli orqali kishi shimpanzeni tiriga kirgizdi. Afsus, bu xil sun'iy urug'lantirish usuli o'ylagandek o'ngishli bo'lmay, oxiri mag'lub bo'ldi. Ilya Ivanovich nurg'un tajriba sonliq ma'lumotlarni xotirlagan bo'lsa-mu, ammo mushu spermaning kelish manbasini yozmagan, hamda kelish manbasini tizimlamagan. Urug' qayerdan keldi? Ba'zilar balkim Ilya Ivanovich o'zi badan sirtidan urug' olgan bo'lishi mumkin deb qaragan. Ilya Ivanovich ilgari keyin bo'lib 9 yil jafoliq ishlash jarayonida barliq tadqiqot xarajatini sarf qilib o'tgan. U vatanga qaytib kelgandan keyin ma'yuslanmay yanala o'zining tajribasida ching turib, davomli erkak shimpanze bilan inson ayollarni shalg'utlashtirish tajribasi olib boradi. Davlat ichida u aslida tajriba ayollarni tepish nihoyat qiyin ish deb o'ylagan edi. O'ylamagan yerdan pul yetarlik bo'lsa, botir ko'p degandek nihoyat tezla 5 nafar yosh ayolni qabul qiladi. Hamda ular ilm-fan tajribasi uchun barliqni taqdim qilishga rozi bo'ladi. Afsuski, bu qatimqi tajriba yanala muvaffaqiyatli bo'lmadi. Bu xil insonlar bilan shimpanzeni shalg'utlashtirish tajribasi xalqaro mas'uliyat sadosini bargan sari yuqori to'lqinga ko'tardi. Ayni chog'da Sovet ittifoqining siyosiy muhiti muqim bo'lmag'achqa, Ilya Ivanovich tajribasi oxiri to'xtatib qo'yildi. Tilga elishga arziydigan shuki, ba'zi olimlarning qarashicha bu tajriba insonlarga g'oyat zo'r baloyofat elib kelgan. Chunki bu tajribada asli shimpanzening badanidagi immunitet kamtikkan, ya'ni AIDS kasali insonlarga tarqalgan bo'lishi mumkin degan. Undaqda Sovet ittifoqining bu olimi nima uchun ko'p qatim tajriba ishlab mag'lub bo'ladi? Taqdirdagini taraqqiy qilishiga ergishib, bugungi kunda insonlar bilan shimpanzeni shalg'utlashtirilishining sababi ichib ko'rildi. Insonlarning primatlar turidagi hayvonlardan tadrijiy taraqqiy qilib kelgan vaqti uzun bo'lib, bu uzun vaqtda shimpanzlar bilan ko'payish ayrimisini shakllantirgan. Bu xil ayrimlar muvaffaqiyatli shalg'utlashtirilisini keltirib chiqargan. Undaqda ko'payish ayrimisi degan nima? Kundalik turmushimizda ko'payish ayrimisi degan bu so'zni nihoyat oz anglaymiz. Yer sharidagi barliq jonliqlar, jumladan insonlarga ko'payish ayrimisi elib kelgan 3 xil natijadan qochib qutulolmaydi. Ya'ni homila yetilolmaslik, homila yasholmaslik, homila zaiflashish. Jinsiy ayrimchilik xuddi biz uchun ta'sis qilingan cheklimga o'xshaydi. Bu o'xshash bo'lmagan hayvonlar orasidagi gen almashtirishni amalga oshirmaydi. Chunki mushundaq bo'lganda onda yakka turqinning saqligiga kafolat qilg'ili bo'ladi. O'xshash bo'lmagan hayvonlar orasida yovvoyi muhitda har xil ko'payish ayrimliq mexanizmlari borligi kelgan bo'lib, o'xshash bo'lmagan hayvonlar orasida avlod qoldira olmaydi yoki avlod qoldirish iqtidori bo'lmaydi. Kuylash mezgilida o'xshash bo'lmagan hayvonlar juftlashgan bilan o'xshash avlod qoldira olmaydi. Jinsiy ayrimliq mavjud bo'lgan ekan, nima uchun ot bilan eshak juftlashib, qechini avlod qilib qoldira oladi? Bu hayvonlarning muvaffaqiyatli shalg'utlashib, avlod qoldira olishidagi asosli sabab. Bu ikki xil shalg'utlashtirilgan hayvon bir oiladagi o'xshash bo'lmagan turdagi hayvonlarga tava. Uning ustiga ularning genning o'xshashlik darajasi intayin yuqori. Bu xil sharoitda urug' bilan tuxum hujayrasi birgalaydi. Shalg'utlashtirish texmi muvaffaqiyatli bo'ladi. Biroq qechir farzand ko'rish iqtidoriga ega emas. Chunki uning xromosomi aron 63 tal bo'lib, yana ko'paysimi xromosomi to'g'ri bo'lmaganlikdan avlod qoldira olmaydi. Avlod shakllangan taqdirdami keyingi avlod qechirga o'xshash tug'mas chiqadi. Insonlar bilan shimpanze ko'payish ayrimligi bo'lg'achqa shalg'utlashtirishga bo'lmaydi.
Yaqinqi yillarda muyoqqa ilmiy tadqiqotda davlatning universal amaliy kuchini zo'raytish uchun yaponiyalik olimlarmi odam va hayvonlarni shalg'otlashtirish turalmasi tajribasini ishlagan. Uning ustiga bu tajriba Yaponiya hukumatining tasdiqiga erishdi. Yaponiyaning bu ilmiy tajribasiga nurg'un kishilar qarshi. Bu axloqqa xilof. Yaponiya hukumati nima uchun mushundaq tajribani tasdiqlaydi? Ba'zi to'rdoshlar buni Yaponiyaning biologik quroli deb qaraydi. Xuddi biz kinolarda ko'rgandek qarshi tarafni birdamla bir taraf qilib o'tadigan. Lekin amaliyotda rostla shundaqmi? Bu tür tadqiqotining mas'uli Tokyo University ilm-fan tadqiqot o'rnidagi professor Nigo Chang mundaq dedi. Bu tajribada asosligi odam teni g'ol hujayrasi hayvonot to'ralmasiga kirgiziladi. Buningdagi maqsad insonlar hujayrasidan shakllangan a'zolarni yasab chiqib, eng oxirida odam teniga ko'chirib, a'zo ko'chirishdagi a'zo kamchil bo'lish masalasini hal qilish bo'lib, to'rda tarqalgan odam bilan hayvonni shalg'otlashtirish tajribasi emas. Odam bilan hayvon juftlasholmaydi. Umuman qilib aytganda, barliq ilmiy tajribalarning hammasi insonlarning texnik yaxshi taraqqiy qilishi uchun bo'lib, ilmiy tadqiqot chuqur axloqqa rioya qilgan bo'ladi. Hargizmi shu qamlashmagan tadqiqotlarni insonlarning ta'sis solg'uchisiga aylantirib qo'ymaydi. Agar olimlar axloq bilan butunlay kor bo'lmasa, undaqda fan tadqiqot natijalari insonlarga qo'rqinchli baloyafat elib kelishi mumkin. Har bir fan tadqiqot xodimining inson tabiatiga hurmat qilib, asli maqsadni chin saqlab, butkul ilm-fan saroyini yuritib, insonlarga baxt yaratishini umid qilamiz. Agar salonimizning mazmunlarini yoqtirsangiz, yulduz belgisini yoritib qo'yishni unutmang. Bugungi mazmunlar mushu yerda oyoqlashdi.